Kechki ovqatga nima qilsam ekan deb boshim qotib o'tirganda xayolimga juda ham mazali Izmir kofta taomi keldi. O'zimga eng yaqin bo'lgan Havas marketga borib, kerak bo'ladigan barcha mahsulotlarni xarid qildim. Birinchi navbatda bizga qiyma kerak bo'ladi. Qiymaga piyoz, quritilgan non, tuxum, ziravorlar, tuz va o'simlik yog'ini solib bir xil holga kelguncha aralashtiramiz. Bir xil holga kelgandan keyin teng bo'laklarga bo'lib, shakl berib bir chetga olib qo'yamiz. Endi esa bizga oldindan to'g'rab olingan kartoshka kerak bo'ladi. Kartoshkani yog'da ozgina qizargungacha qovurib olamiz. Kartoshkani qovurib olgandan keyin ortiqcha yog'ni olib tashlaymiz va kotletlarimizni ham ikki tarafi sal qizargungacha qovurib olamiz. Hammasini qovurib olganimizdan keyin xuddi videoda ko'rsatilgandek chiroyli qilib idishga solamiz. Ta'bga ko'ra pomidor va bulg'or qalampirini unutmanglar. Endi esa sous tayyorlaymiz. Idishga yog' solamiz, yog' yaxshi qizigandan keyin tomatni solib qovurib olamiz. Paprika va tuzni unutmaymiz. Yaxshi qovurib olganimizdan keyin ustiga suv solamiz. Bitta qaynab chiqqungacha kutib turamiz. Qarabsizlarki, sous ham tayyor. Tayyor sousni taom ustiga solib, oldindan 180 gradusda qizirilgan duxovkada 35 minut davomida tayyorlaymiz. 35 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali taom tayyor.